Assalomu alaykum aziz vatandoshlarimiz, ko'rib turganingizdek hozir mana Qarshi shahrida yangidan barpo etilgan Qarshi avtoshoh bekatidan avtobus qatnovlarimizni hozir yo'lga qo'yganmiz. Hozir yo'lovchilarimiz bilan ikki og'iz mana shu o'zgarish bo'yicha fikrlarini bilamiz hamda tanishib o'tamiz. Ketdik. Assalomu alaykum hammalarga. Tashkil etyapsizlarmi? Hammaga mana shu tasdiq qo'ysam maylimi? Nima edi? Ikki og'iz savol javob qilamiz siz bilan. Hozir mana bilgan bo'lsangiz, oldin avtobusimiz xalq tili bilan aytganda Toshkent Pitagidan yurardi. Hozir bunga o'zgartirish kiritib, bu yoqdan avtoshoh bekatidan yuradigan qildik. Mana hozir yangi qurilgan avtoshoh bekatidan mana shu yo'lovchilarimizni o'rgatishni boshladik. Xudo xolasa mana avtobuslarimiz mana shundan chiqib ketadi. Shunga qanaqa fikr bildirasiz? Avtobuslarimiz bu yoqqa ko'chgani yaxshimi? Yo yoqda turgani yaxshimi? Yo'lovchilarga qanaqa, bozor ahliga qanaqa qulaylik, yangilik bo'ladi? Men har doim avtobusda yurmayman. Shu birinchi marta avtobusga chiqyapman. Yaxshi qulay. Bu yoqdan qo'yilgani yaxshi. Yaxshi. Siz nima deysiz? Yaxshi. Yaxshi yo'lovchilarga yaxshi. Yaxshimi? Ha, yaxshi. Bozorni oldi. Yaxshi yo'lovchilarga. Qulaylik yaxshi. Siz nima fikr bildirib berasiz? Ma'qul aytganingizdek, mana yozuvi ham bor, u yerda bir belgi joy ham aslida u Bir chekkada avtobus turadi. yana bir qulaylik, arzon ham avtobus, sharoiti ham yaxshi. Zaryadga ham xudoga shukr yaxshi bo'ladi. Bir poyezdcha sharoiti bor. Kondisionerlar ham ishlab turibdi. Ishlab turibdi, yaxshi. Muammo yo'q, hammasi joyida. Rahmat. Sog' bo'linglar akalar, yaxshi e'tiboringlar. Rahmat. Yaxshi e'tiboringlar. Rahmat.